Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliq ishbozlari, Chinoz baliq bozori kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislari. Bugun 2026-yil 14-avgust haftani juma kuni. Barcha Google juma ayyomini tabriklab, biz bugun M30 Betonka yo'li, mana M30 bu yoqqa Toshkentga ketadigan M30 Betonka yo'li, bu yoqqa Sirdaryo, Jizzaxga chiqadigan yo'li yonida baliq bozoriga keldik. Hurmatli obunachilar, taklifiga binoan, iltimosiga binoan baliq bozori boshlandi akalarim. Xudo xolasa baliq sezoni boshlandi. Soat ertalabki 9. Bugun xudo baliq bozoriga kiryapmiz. Baliqlar narxlari qanday ketdi birgalikda. Akalar baliq bozoriga kirib kelgan. Baliq Chinoz baliq bozori. Yangi Chinoz baliq bozoriga kirib kelyapmiz. Baliq bozori boshlangan. Xudo xolasa kelaverasizlar Toshkentdan, butun respublikadan kelib, xudo xolasa baliq bozoriga savdo qilib kirib kelyapmiz bozorga. Hurmatli obunachilar, baliq ishbozlar har kuni bozor bo'lyapti. Ertalab 8 dan kechqurun 5 gacha bo'lyaptimi? Eng yongan paytda 12-11lar baliqlar mashinalar kelyapti, mana aka-ukalar uzoq-uzoqdan kelishyapti. Sazan baliqlari, yog'li yoqsiz tog'a bular. Yoqsiz sazan baliq necha kilo? 1,5? 1,5 kilo atrofida yoqsiz sazan. Qayeri baliq tog'a bu? Farg'ona viloyatidan kelgan sazan baliqlar mana akalar, Farg'onadan kelgan. Narx-navosi bugungi narxlar 40 ming so'm. Azina xayr bora, okiga kam bora olaman deganga. Ko'proq olgan odamga maza qiladi, yeydigan baliq mana. Yoqsiz sazon olgan odam maza qiladi, to'g'rimi aka? Mana akalarim, qiziqqanlar uchun Chinoz baliq bozoriga kelaverasizlar. Har kuni bozor bo'lyapti, to'g'rimi tog'a? Har kuni bo'lyaptimi? Har kuni baliq bozori bo'lyapti. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayr bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tasavvur balig'i bular bir tepa, 1,5 2 kilogacha bor. Taxmin aytamiz. 1,5 tepa, to'g'rimi? Xudo xolasa zo'r. Sveji maza qilib yedigani bu yoq. Obuni qovurishni bilish kerak. Qovurishmaganda bunaqa bo'pti, bunaqa bo'pti deydi. Obib yeyman degan puli yengilroq buni. Mana shu balig'imiz 25 ming so'm kilosi. Yana kami bor. Usti-gusti. Ko'proq olgan odamga kami ham bor, to'g'rimi do'stlar? Mana akalar, tasavvur baliq yeyman deganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, Chinoz baliq tashrif buyurasizlar, kelib, bular tez pishadi, to'g'rimi? Soladi pishadi. Malades, charchamanglar, sog' bo'linglar. Mana. Voy jonivorlar qarang mana. Mana baliqlar akalar. Charchamanglar do'stim, sog' bo'ling, kuningiz xayr bo'lsin, bozorlarni beraversin. Hozir baliq bozor qoq markazida Farg'onamiz tochkasi bor. Bu yerda talsoli balig'i 2 kiloli bular, 1,5 ustuni, 2 kiloli. 2 kilo talsoli baliqlar narxi bugungi narxi qancha aka? 30 ming. 30 ming so'm, sveji keltirilgan. Bugun chiqadi. Va sazan bu amura? Beli amur qanchadan olgan? 28 ming so'm bugungi narxlar. Real narx bo'lmasa. Bular bir tepami? Bir tepa. Okey, mana bu tasavvur maydarog'i. 20 ming so'mdan bugungi narxlar. Konkretni Toshkentdanmi, Sirdaryodanmi, xalq Lipojadan kelaveringlar, bugungi narxni tanishyapsiz, to'g'rimi aka? Tez pishadigan baliqlarimiz. Mana bu qanaqa baliq? 16 tasavvurni maydasi. 16 ming, 20 ming, 30 ming, amurlar 28 ming. Mana narxlar, okey? Real narx bu. Baliq ko'p kelaversa, Farg'onamizning to'tkasiga, to'g'rimi aka? Birinchi qo'l. Kelasizlar, xudo xolasa maza qilib sazan yo'qmi bugun? Endi keladi. Bu aka partiya endi keladigan joy hovuzlari bor aka. Endi keladi. Charchabanglar aka, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Ismingiz kim edi aka? Ahmad akani o'zlarining hovuz oldiga keldik. Akamizda yil davomida sezonda xudo xolasa har doim baliq bo'ladi. Yaxshi cho'tki baliq. Bugun asosan sazan baliq aka bu yerda. Sazan baliq necha kilolik bular aka? 1 kilo 300 to'g'ri. 1 kilo 300 dan yoqsiz sazan variant xudo xolasa. Mana birinchi bu narx qanaqa aka? Bular narxi 45 ming so'm. 45 ming so'm 1 kilo 300 sazan narxi. Mana yirikrog'i bor bu tomonda. Bular 55. Bular 2 kilolik aka? 2 kilo. 50 ming so'mdan. Narxi o'ziga qarab, to'g'rimi aka? O'ziga qarab. Yoqsiz variant maza qilib yeydigan shirin baliq. Mana bu 30 ming so'm. 30 ming so'mdan 7-8 so'm. 600-700 grammli sazanlar 30 ming so'mdan. Bundan tashqari 1, 2, 3 mana bunaqa bu necha aka? 8-9 sazan. Bu 8-9 mana bu sazanlarimiz. 35 ming. 35 ming so'm. O'ziga qarab belgilangan narxga chiqaradi. Bular 1 kilo 300 to'g'ri. 1 kilo 300 to'g'ri. Narxi 45 ming. 45 ming. Qarang, 30 mingdan 50 minggacha baliqlarimiz bor. Turiga qarab, vesiga qarab. O'ziga qarab. Bular baliq sveji, xudo xolasa akamiz har da kesinglar maza qilib yeydigan, tez pishadigan shirin baliq.
sazan balığı yegan akalarimiz biladi o'zi. Bunga maqtash shart emas. Akamiz kelasida Ahmad aka yil 12 oy baliqlar bo'ladi. Asosiy sezon boshlandi lekin. Sezonda o martgacha akada baliq bo'ladi. Kelaverasizda baliq savdo qilamiz. Aka charchamang Ahmad aka, sog' bo'ling. Akam o'zlari mana omadingizga kuningiz xayr bo'lsin, charchamang aka. Baliq yegan akalarimiz kerak aka ushlashinglar, charchamang, sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum hurmatli baliq ishbozlari, Baxtiyor aka o'zlari, shef o'zlari, har doim rais. Aka, birinchi qo'l. Sazanning udari. Yog'li yoqsiz aka bu. Yog' o'rtacha deng. Baxtiyor aka narxlari qanaqa bo'lyapti? 25 mingdan yog' o'rtacha sazan baliqlari. Mana akalar, har doim akamizda baliqda chempionlari bo'lgan. Charchamang aka, sog' bo'ling, savdoingiz kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Chinoz baliq bozorida Ahror aka to'shkalarga keldik. Bu yerda birinchi qo'la har doim sezon paytida baliq bo'ladi, to'g'rimi do'stlar? Mana baliqda chempionlar, ha? Yozda qishi bo'ladi bu yerda. Sezonga qarab o'tirmaydi bular. Har doim xalq xizmatida. Bu sazan baliqlar necha kilolik? 1 kilo 300, 1 kilo 400 lik sazan baliq. Yog'li yoqsiz. Yoqsiz varianti. Maladi. Mana aka suv sepib qo'ygan sababi kun sal issiqligiga baliq sezib turadi, to'g'rimi aka? Baliq maza qiladi. Narx-navo qanaqa aka buni? Abror aka? Ob'yomiga qarab kelishib beramiz aka. O'ziga razmeriga qarab, kattaligiga qarab savdo bo'laveradi. Yoqsiz baliq bo'ladi akalar har doim. Har doim kelasida mana bunaqa originallari bo'ladi. Maladi. Narx qancha? Birinchi hovuzda kurashni Davron degan yigit bor. O'shalar ham bor aka. O'shani ham obzor qilib ketdik. Xudo xohlasa aka, bu narx qanaqa aka buni bugungi narxi? Bu real narx ayting. Bugun realni narxi 35 ming. 35 ming so'm yoqsiz 1 kilo 300 sazan baliqlari. Tavsiyalar bilan aka. Tavsiyalar 8 8 16 17 akalar. Juda ogondan maza qiladi. Kecha boshqa chiqdi. Aka baliq narx o'ynab turadi, sababi baliq ko'payib ketsa, sal ko'payib narx tushadi, kamayib ketsa ko'tariladi. Bu narx jo'q. O'z 2 ming so'm, ko'p emas. 10 ming qo'shilmaydi, to'g'rimi aka? Gap yo'q. Kelasizlar, akamizga uchrashasizlar. Ismlari Abror aka, Ahror aka, birinchi qo'l. Aka xudo xohlasa eng arzon narx sotadilar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayr bo'lsin, savdoingiz kuningiz aka, omad. Akalar, Chinoz baliq bozorida birinchi qo'l Afrika laqqasi bor. To'g'rimi? Mana shu akamiz. Ismingiz kim? Kim? Qurol akamizniki. Gap bo'ldi. Afrika laqqasi yemoqchi bo'lsanglar, sveji har kuni yangi partiya keladi. Olgan odam maza qiladigan, buni pishirishni bilish kerak ekan. Buni pishirish, buni o'zi egalari bor. Shunaqa pishiradi, oddiy sarvat deydigan qo'yadi. To'g'rimi? Aka, necha kilolik bular? Ular 5 kilodan boshlanadi to 2 kilogacha. 2 kilodan 5 kilogacha. Ha, 2 kilodan. Narx-navosi bugungi narxlar qanaqa bo'lyapti? 18 ming 12 ming. 18 ming 12 ming. 17 mingdan 18 ming. 17 ming 18 ming kilosi. Baliqda ko'ryapsan, o'ynaqlab turibdi, sog'lom. Sevgi mana hovuzni ko'ringlar, hovuzi ham bor-ku. Hovuzni to'ldirib qo'yishgan, mana hovuzni qaranglar mana akalar. Hovuzda Afrika laqqasini birinchi qo'l, to'g'rimi? 8 kilolik ham bormi? 8 kilolar ham. Oh, 8 kiloliklar. Oh, bekor, bular. Kelganimni bilib qoldimmi deymanda. Mana akalar, ko'ryapsiz 8 kilodan 2 kilodan boshlab 8 kilolik Afrika laqqalari bor. Ko'ruvchi olgan odam maza qiladi. Yegan odam maza qiladiganlari shu. Chaqchaq qilsa bo'ladi, xey qilsa bo'ladi. Buni chiroyli tozalab turib qovurib yesa bo'ladi. Bu mana buni ichida ham bormi? Bor. Buni ichida katta partiya. Kun davomida xudo xohladi, sekin. Oqa charchamanglar, sog' bo'linglar. Baliq bozoriga kelsanglar, Qurol aka, davlat, chetda xalq xizmati. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Kuninglar xayrli bo'lsin.